Ozgina orqaga yigitlarimiz aytadi. Mana shu yigitlarimiz konsert tomosha qilmasa, sizlar tinchliklar uchun harakat qiladi va mana shu konsertlarni tashkil qilayotgan vatanimiz uchun qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar xizmat qilayotgan yigitlarimiz bilan qo'shib, yigitlar zo'r bo'lsa, ayollar maza qilib qo'shadi, to'g'rimi? Ayollar yaxshi bo'lsa ham yigitlarimiz yayrab yashaydi. O'shaning uchun zo'r yigitlar zo'r bo'lsin, ko'p bo'lsin, biz ayollar baxtli yashaylik, yigitlarimizga omad
o'zlarini mehnatlarini chiroyli qilib o'tkazgan ichki ishlar xodimlariga, milliy xavfsizlik xodimlariga, milliy gvardiya xodimlariga, tez yordam, o't o'chiruvchi xodimlariga, eng asosiysi energiyaga katta rahmat. Qolaversa, siz aziz mehmonlarga katta rahmat. Yaxshi kunda ko'rishguncha salomat bo'linglar, bayramlar muborak bo'lsin. Hozirsiz